Kommentariyada qancha ko'p yaqinlaringiz belgilasangiz, mana shuncha ko'p kiyimlarni 60% chegirmada berib boraman. Hatto 2026-yilda trend bo'lgan shunaqa bantikchali dvoykalarni ham. 238 mingda sotilgan katta qizlar dvoykalar 96 ming. 195 mingda sotilgan bu dvoykalar 78 ming. Pinterestdagi obraz 175 mingga emas, 70 mingga yaratasiz. Bahorda kiyish uchun shunaqa atirgulli dvoykalar 171 ming emas, 69 ming. 321 mingda sotilgan 3D gulli dvoykalar 129 ming. 245 mingli dvoykalar 98 ming. Bularni 201 mingdan emas, 81 mingdan olasiz. 212 ming emas, 85 mingga berib beraman. 2000 qizlar uchun serdechkali dvoykalar kattalarniki 102 ming, kichkinalarniki 96 ming. Bunisi 91 ming, bunisi 98 ming. Bular endi 215 ming emas, 86 ming. Doim kulib yuradiganlar uchun buni ham 86 mingga berib beraman. Yaxshilab kuling, chunki bu 211 ming emas, 85 ming. Hammada ajralib turadiganlar uchun 229 ming emas, 92 ming. 155 mingga emas, 62 mingga Parijga boramiz. 199 ming emas, 80 mingga berib beraman. Feruza Normatova stili endi 195 ming emas, 78 ming. Kattalarga 114 ming, kichkinalarga 106 ming. Bular endi 223 ming emas, 90 mingdan. Do'mboqini ko'rsatadigan bu dvoykalar 165 ming emas, 66 mingdan. Hamma sevgan Gap brendi kattalarga 104 ming, kichkinalarga 78 ming. Yozuvli kiyimlarni yaxshi ko'radiganlarga 234 ming emas, 94 mingdan beramiz. Endi bular 332 ming emas, 133 ming. 313 mingdan sotilgan katta qizlar dvoykalar 126 mingdan. 60% aksiya o'g'il bolaga ham bo'lsin deganlar shu videoga like bosib tarqatishda davom eting. Obuna bo'lishni ham unutmang.